Mana sizlar bilan biz hozir trenddagi yoqani qanday bichib tikilishini ko'rib chiqamiz. Yonga 7 sm, tepaga 3 sm qilib bo'yin o'ynisini qirqib olamiz va ochib bu o'yindiga adib tayyorlab filizilini yopishtirib olamiz. Va santimetrni olib o'rta qismini belgilab chizib olamiz. O'rta qismidan pastga 15 sm tushib, to'g'ri chiziq tortib olamiz. Yonga yarim, bu yonga yarim santimetr qilib santimetrda belgilab chiqamiz va to'g'ri chiziq tortib chizib olamiz. Tag qismidan burchakcha hosil qilib qo'yamiz va endi tikilish jarayonidamiz. Tikilish jarayonida to'g'ri tikib, tagida burchak joyiga kelganda zakrepka berib qo'yamiz. Mana to'g'ri chiziqlarni ham tikib oldik. Endi uni o'rta qismidan qirqamiz. Qirqib olib, burchakcha hosil qilib qirqib qo'yamiz. Yoqamiz, chiroyli, idealniy chiqishi uchun. Endi tepa qismlarini tikib qaychini uchida qirqib qo'ymasak, yoqamiz, chiroyli turmaydi. Burchaklarini hosil qilib qirqib qo'yamiz. Mana yoqamiz ham tayyor. Faqat utiklab olsak bo'ldi. Mana utiklangan holati, tayyor holati. Endi unga o'zingizning xohishingizga qarab munchoq, kanchalarda bezak bersangiz bo'ladi, kurjavalarda. Men munchoqni tanladim va dvoyka uslubida tikdim.